Va nihoyat Maskatning eng mashhur bozoriga yetib keldik. Xalq orasida Al-Da'alam, ya'ni qorong'ulik bozori yoki soyalar bozori va yana labirint bozori nomlari bilan ham mashhur. Bozorga soyalar bozori yoki qorong'ulik bozori nomi berilishining asosiy sababi bozorning tor ko'chalari yog'ochli shiftlar bilan yopilib, ularga naqshlar berib bezatilgan. Buning hisobiga bozor quyosh nuridan to'silgan. Bu bozorning tarixi bundan 200 yil oldinga borib taqaladi. Bu bozorga Arab, Hind, Yevropa savdogarlari tomonidan asos solingan va o'sha davrning eng markaziy bozorlaridan va portlaridan biri bo'lgan. Bu bozor haqiqiy g'aroyibotlar bozori. Uni o'ziga yarasha atmosferasi va labirintdek tor ko'chalari va xushbo'y hidlari odamni o'ziga juda qattiq tortadi. Kimda-kim Maskatga keladigan bo'lsa, albatta shu bozorga kelishni maslahat beraman. Faqat bozorning tor va ko'p tarmoqli ko'chalarida adashib qolmaslikka harakat qiling. Men o'zim ham yarim soat bozor ichida yo'qolib qoldim. Zo'rg'a navigator orqali yo'lni topib chiqishga to'g'ri keldi. Agar bugun kechga Mumbayga uchadigan reysim bo'lmaganda, shu labirint bozordan mustaqil chiqib ketishga harakat qilib ko'rgan bo'lardim. Maslahatim, sizlar ham navigatorsiz bozordan chiqib ketishga harakat qilib ko'ring. Ajoyib adrenalin his qilasiz. Xullas, bu bozor haqida juda ko'p gapirish mumkin. Lekin bu bozor haqidagi har qanday ta'rif ham bu bozorni o'z ko'zi bilan kelib ko'rishga yetmaydi.